Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Lord Shah Minecraft. Bugun biz One Block'ta 100 kun videosini 4-qismini olamiz. Ya'ni 7-8 kunlar. Qanaqa bo'lsa biz katta videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga bittadan oluvchi qoldirib ketsanglar, albatta xursand bo'lgan bo'lardim bolalar. Bu yerda bloklarimiz turibdi. Xo'p, ishni nimadan boshlashni bilib olishimiz kerak. Birinchi albatta One Block'ni sindirishdan boshlaymiz. Ishi boshqa ishimiz yo'q. Keyin ozgina blok yig'ganimizdan keyin ikkinchi qavatni tomini yopib va uchinchi qavatga zini ochib qo'yamiz va uchinchi qavatni hali qurishga shoshilmaymiz. Chunki uy qavat-qavat bo'lib ketaversa ham bo'lmaydi. Chunki qaysi xonaga nima qo'yishni hali bilmayman, narsam ko'p emas. Bu yerda qimmatbaho narsalar turadi. 8 ta almazim bor ekan, oltinlar ko'p, temir esa VIP. Temir juda ko'p bizda, temirdan muammo yo'q va temirlar ham ko'p chiqyapti bu levelda One Block sindirayotganda. Hop, hamma narsalar joyida. Menga nima kerak? Menga bu yerdan bloklarni olsam va bloklarni sunduqiga solib kelaman hammasini. Keyin One Block sindirishga o'tib ketsak ham bo'laveradi bolalar. Hozir o'zimizga narsa ekadigan yasab olamiz. Shu yo'liga donlarni olib ekib tashlaymiz bolalar. Donlarni ekib qo'yamiz va bu joyimiz chiroyli bo'lib turadi. Bu xona chiroy uchun ishlangan bo'ladi. Keyinroq ana sunduqlarni hammasini olib tepaga olib chiqib ketsam ham bo'lardi. Ikkinchi qavatda bitta xona qilib qo'yaman shunga alohida. Yoki ikkinchi qavat polniy sunduq qilishim kerak. Bu xona chiroy uchun prosta yotoqxona bo'ladi. Nariyoq xona zal bo'ladi. Shunaqa qilib o'sha uyni vashe chotga qo'ramiz. Menimcha 100-kunda o'sha qasr bo'lsa kerak, yo bilmadim. Hamma bloklarimizni birma-bir sunduqqa joylayveramiz. Hali bizga ko'p tosh kerak bo'ladi. Tosh qo'llashimiz kerak. Men blokdan ko'proq tosh bersa 3 stak tosh bo'lsa bemalol ikkinchi qavatimizni chiroyli qilib yasatib qo'ysak bo'ladi bolalar. Hop, bizda bu sunduqlarda hech narsa yo'q. Unisida qimmatbaho narsalar olmay yuborishimiz kerak. Qorin ancha ochib qopti. Hop, boshqa ovqatimiz yo'q. Non bor ekan, bizda non bor, go'shtlar bor. Hali go'shtlarni pishirishimiz kerak. Xomligicha yesa bo'lmaydi. Hop, bu yerda qimmatbaho narsalarimiz tursa, bu yerga hamma narsani joylab tashlayman. Bu yerga lo'boy narsa. Kerak emas, hammasi shu yerda bolalar. Hop. Men go'shtlarni olib pechkaga yetib pishirib yuboraman. Bu yerda ugl bor, 7 ta temir. Oy, eslayapman. Qachon temir qo'yganim bu yoqqa. Hop, hamma go'shtlarni qo'yib yubordim. Bu ikkitasi qolib ketdi. Hozircha bularni sindirib tursak bo'laveradi bolalar. Bolalar, mehnatimizni qadrlagan holda kanalimizga obuna bo'lib videoga like bosishni so'rab qo'ygan bo'lardim. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar bolalar, sizlardan nima ketadi va menga buni foydasi bo'ladi bolalar. Birovga foyda yaratishni xohlaysizlarmi? Bolalar, mana burundiq ham aytayapti obuna bo'linglar deb. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar pastga tushib. O, 4-level. Oy, 4-levelda nimalar chiqargan bizda? Barren Lens bilan tarjima qila olmadim buni. Ingliz tilida o'rganim yetmadi. O, izmurud, birinchi izmurudimiz. O, slime. Uchta slime chiqadi endi. Bulardan sal qochib urushmasam bo'lmaydi, bor-ku. Hali qilichim ham yo'q, bor, qilich yasamaganman. Yo'q, qilichim bor. Ana qimmatbaho narsalar turadigan joyda almas qilichim bo'lishi kerak meni. Lekin almas qilichim endi olib qo'yishim kerak, har ehtimol qarshi. Bu yerdan уже moblar chiqishni boshladi menga. Menga hujum qiladigan moblar chiqishni boshladi bolalar. Bizda qilich bor. Lekin bitta yomon tarafi bunda har xil rangli bunaqa bloklar chiqargan, u yoyilib ketadi, bor-ku. Bir xil chiqadigan qilib qo'yish kerak-da. Nariyo blok turadigan sunduqim ham to'lib ketib qoladi. Hamma mayli, nima deymiz? Hop, olti go'shtimiz ham pishibdi. Endi oltinni qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Ugl qani? 16 ta uglimiz bor ekan. 18 tami? 16 ta bo'lgan bizda VIP borlar уже. Уже ko'mir ham chiqmay qo'ydi. Menimcha u ko'mirimizni ham olib qo'yish kerak, ishlab turish kerak emas. Kerak emas narsalarga hop bu yoqqa joylab kelaylik hamma narsamizni. Hop, 20 ta tosh, 3 ta bunaqa tosh, 2 ta oq toshimiz bor ekan. Bularni albatta bitta joyga yig'ib qo'yishimiz kerak. Ozgina yana One Block sindirib blok yig'ib olsam, 3-qavatimizni ham yasashga o'tib ketib qolaman. Hop, 6 ta go'sht pishgan, 2 ta pishmagani bor. Hop, bularni hammasini joylaymiz joyiga. Va yana sindirishga o'tib ketamiz. Menga qiziq, bu yerda qanaqa bizga xavfli moblar chiqadi va foydali moblar chiqadi. O, уже ugl ham chiqdi. O, izmurud. Ham ugl, ham izmurud, ham oltin bolalar. Oy. Mana bu level bo'lsa menga yoqdi. Foydasi bizga ancha tegadigan narsalar chiqishi boshlayapti bolalar.
Bolalar shu paytgacha 3 ta qism chiqqan bo'lsa, ularni ko'rmagan bo'lsanglar o'tib ko'rib qo'yinglar. Albatta hammasi qiziq bo'lgan, juda qiziqarli. Bu yoqda ham ancha urushlar bo'lgan, bizga moblar hujum va ko'rsanglar qiziq bo'ladi bolalar. O'tib ko'rib qo'yinglar bu video tugagandan keyin. Lekin mana bunaqa har xil rangli bloklarim yomon ko'payib ketdi boru. Xo'p, bu bochkada bizga kerakli narsalar, ya'ni taxtaga o'xshagan narsalar ko'proq yoqda. Mana uglni bu yoqqa joylab yuboramiz. Mana shu turaversin, boshqa narsaga kerak emas. Bu bizga uje fakilimizdan ham menimcha yetarli. Yo'q, fakil ikkita dona bor adashmasam naryoq sundukda, yana bilmadim. Xo'p, mana bularni hammasini joylaymiz bu yoqqa. Yomon taraf yetdim o'sha boya yomon yoyilib ketar ekan bular bor-ku. Yomon. Har xil rangidan chiqarganda mana shu blokka. Terrakotta degan anaqa ekan blok ekan. Nomi ham bir g'alati. Ha mayli. Lekin bunaqa blok ko'p ko'rmaganman. Men blokni endi ko'raman-da. Ko'rganman, ko'p chiqmaydi-yu o'zi Minecraftda ham. Xo'p, 4 ta oltin. 4 ta oltinni qimmatbaho narsadan turgan joyga joylaymiz. Bu yerda 6 ta bor ekan. Hop, hammasini qo'yib yuboraman temirni. Hop, 5 ta bo'ldi oltinim, 8 ta olmos, 2 ta izmurud, 12 ta temir. Hop, bitta oltin girka, bitta almas qilich. Yetarli. Yaxshi. Izmurud, 3 ta izmurud bo'ldi. 4 ta izmurud bo'ldi. Izmurud ko'p chiqyapti. Lekin bu yerda men izmurudni ishlata olmayman. Afsuski. Chunki bu yerda jitallar yo'q. Narsa sotadigan. Hop, bu yerda bitta temir menga kerakli narsa va men bloklarni olib qo'yaylik. Kerak qoladi. Buni ham olib qo'yaman. Kerak qoladi. Zajgalkamidi bu? TNTgamidi? Shunga kerak qoladi. Mayli, olib qo'yganimiz yaxshi. Bizda don chiqdi bolalar. 3 ta don. Mashina olib ekib yuboramiz endi mana. Doni bu. Xo'p. Naryonmi unaqa bo'lib qoldi. Hamma narsalarimizni ekib tashlaymiz. Mana bo'ldi. Don qolmadi. Chiroyli bo'lib turadi-da bu yoq. Adashmasam boshqa don qolmadi, yana bilmadim. Mana daraxt ham olib ekib yuborarmikin. Shuni ham telib bu joyga ekib yuboraman mayli. Narigi daraxt bor-ku, o'shani ham olib. Keravini olib qayergadir ekib yuboraman. Mana shu taxta kerak bo'ladi-ku, sal keyinroq ekib yuboraman. Qayerdadir bo'shatib. Menimcha qo'yilib qoldi. Joylaymiz endi. Buni joylaguncha ham bir 100 yil vaqt ketsa kerak. Hammasini bir rangi bilan ajratish ham qiyin, bir-biriga o'xshash ranglar ham ko'p. Va mana biz hamma bloklarimizni muvaffaqiyatli sundukka joylab oldik. 20 ta qum qolib ketibdi. Hop, ikkita uzmurudni joylaymiz. Keyin bu sundukka ham qolgan narsalarni sug'oramiz. Hop, temir bor ekan bitta, shuni sug'oramiz. Bu narsalar уже 59 ta bo'lib ketibdi anu ko'kdan bor. Bitta pishmagan temir bor ekan, buni ham shu yerga solib qo'yaveramiz. Hop, ham 20 ta qumni ham sug'oraylik. Bu yoqqa qolib ketibdi-ku, ko'rmay qolman. Hop, men bitta nima bu unaqa bo'lib qoldi? Bo'lmasa kerak endi boshqa unaqa. Hop, buni solib qo'yamiz. Endi bizda boshqa don qolmadi va yana sindirishga ketdik men blok. Bu yerda biz endi almas kirkanni ishlatishni boshlaymiz. Keyin bu singandan keyin temir kirka solsak bo'laveradi. Hozir uyquga ketib, ertalab turib van blokni sindirishga yo'l oldim. 2 daqiqadan beri sindiryapman, yetadi. Bloklarim ham shunaqa ham ko'payib ketadimi? Bularni joylashtirguncha necha yil vaqt ketadi axir. Bu joyni tezlashtira olsam bo'ldi. Shuni joylashtirishim o'zi 1 minut ketgan bo'ldi. Ana bo'ldi, muvaffaqiyatli joylashtirdik 1 minut deganda. Men uchun 1 minut sizlarda 4 sekund o'tib ketdi bu. 14 ta temir. Bitta oltinni qo'yib yubordim pishirishga. Bizda 27 ta temir bor. Уже temirdan muammo yo'q. Temir bitta pishmagan temir bor ekan, buni ham pishiraman. 2 ta ekan. Mana qog'ozchalar nima kerak menga bular? Mana sunduk bir chekkaga qo'yib qo'yamiz. Unga nimadirlar solarimiz hali. Xo'p, bu yerda bizda nima bor? Nam daraxt olib ekib olamiz. Ana unlariga archani ham olib ekib qo'yishimiz kerak. Hali biz archamidi, bu nimadir-da, короче, eksa bo'ladigan narsa-da.
Hop, mana bu daraxtni ham olib ekib qo'yamiz. Qachondir o'sadi yoki o'smaydi, bizga farqi yo'q, o'sadimi o'smaydimi. Endi ekib qo'yaveraman. Agar o'ssa bu ham zo'r joy bo'ladi, daraxtlarni tegib o'taman maza qilib. Xo'p, endi nima qilsam bo'ladi? Bloklarni olamiz-da, ikkinchi qavatda tomini yopishga o'tib ketamiz bolalar. Hop, qani bo'lmasam biz nariga aniq o'tkazib olaylik. Bosadigan bor-ku, plyusli emas, dumaloq qolgan joylarni bosadiganga o'tkazib olmasam, men bunaqada qurolmayman bu plyuslida. Plyuslida o'yna olmayman bemalol, lekin qurish bo'yicha baribir narigisida bemalol quraman-da. Shunga mana shunga o'tib oldim va bo'lmasa biz bu yoqqa zina qurib qo'yamiz. 3-qavatda ham hal qilishimiz kerak. Bu hali albatta katta qasr bo'ladi, xudo xolisa bolalar. Endi biz tomini yopishga o'tib ketamiz. Bolalar, hozir shu joyda videoni to'xtatishinglar ham shart emas. Shu bitta obuna olib qo'yinglar bolalar, ungacha mana shu qurilib turadi. Obuna olib qo'yinglar bolalar, sizlardan nima ketdi? Men tezroq 5 ga bo'lishim kerak. Mana biz tomini ham qurib bo'ldik. Endi 3-qavatga chiqishga yo'l ham ochib qo'ydik. Bizga bir ikkita fakellar kerak. Hop, nima deyapman? Men 5 ga bo'lishim kerak. Bolalar, 5 ga bo'lishimizga 480 ta matiga shunaqa qoldi. Mana shu fevral yanvar tugaguncha bo'lsam 5 ga, lekin vashcha chutki bo'lardi bolalar. Menimcha bo'lmasam kerak, o'sha 5 kungina qoldi yanvar tugashiga. Mana biz fakel qo'yib yop-yorqina qilib qo'ydik. Ikkinchi qavatimizni ham yorug' emas, zato hamma narsa ko'rinib turibdi. Bizga bu yoqdan taxta kerak. Taxtalarni olamiz-da, ana zina bor-ku, zinadan olamiz. Keyin ikkinchi qavatdan 3-qavatga chiqish uchun zinalar qo'yib chiqamiz va u yoq chippa chiroyli joy bo'ladi bolalar. Dekoratsiyaga ishlaymiz-da hozir. 8 ta zina yetadi menimcha. Xo'p, qani bo'lsa biz ketdik. Shu yoqdan zina 8 ta emas, 4 tani o'zi ham bemalol yetar ekan. Voy, bu yoqqa boshlab qo'yar ekan u. Mayli, uni olib qo'yamiz, muammo emas. Va mana bo'ldi bolalar. Bunga baho berib olinglar. Bu uyga lekin 10 balli sistemadan necha ball bergan bo'lardinglar? Shu uyga men endi o'zim yasaganimni hisobga olmayman. Bu uyga one blokdaligini ham hisobga olinglar deysizlar. 10 balli sistemadan bunga qo'yardim men. Yo, ko'p qo'ymasdim lekin. Tan olaman, zo'r emas. Hali dekoratsiyaga uncha ko'p ishlamadim. Chunki dekoratsiya yaxshi qilish uchun hali narsalar ko'p emas menda. Balki bordir. Men zo'r hali bilmayman. Minecraft 100% почти hech kim bilmaydi. Hozir dekoratsiyaga narsalar bormi-yo'qmi men ham aniq bilmayman ko'p. Lekin ko'p narsa yo'qligini bilaman. Bu one block bolalar, kreativ o'yna olmayman dekoratsiya qiladigan. Dekoratsiya shart emas. One blocklikni ham hisobga oldim. Shuning uchun men qo'ygan bo'lardim 10 balli sistemadan bu uyga. Mayli 6 qo'ygan bo'lardim. Chunki one blockdaligini hisobga olinglar. Agar mayli oddiy kreativda shunaqa uy yasasanglar, men 10 dan 2 bergan bo'lardim. Bolalar shu joyda o'ylashinglar mumkin. 12 ham tezlashtiradimi deb. Men bu joyda bir 3 minutcha sindirib turganman. Ko'rib o'tirasizlarmi o'shani? Unda ko'rib 12 tezlashtirib olganim yaxshi, va nimalar tushganini sizlar ko'rib olganingiz yaxshi emasmi? Albatta shunisi yaxshi. Mana bizda narsa ham sig'may qoldi inventorga. Voy, mana bloklarning ko'pligini 4 ta izmurtimiz bo'lib ketibdi. Xo'p, bizda nima bor ekan? Name tag. Xo'p, 5 ta urug' ekib qo'ysak bo'ladi bizga. Donimiz bor 5 ta, bularni ekib qo'yamiz. 6 ta oltin bo'ldi. 10 ta izmurut. Lekin bunda izmurut ishlata olmayman. Bilmadim, lekin chiqib qolishi ham mumkin anaqa. Sotuvchi jitil bor-ku. Chiqib qolishi mumkin. Albatta mumkin chiqib qolishi. Lekin chiqib qolsa ham yaxshi bo'lardi. Menda o'sha izmurut 10 ta balki yaxshi narsalar berib qolar. Xo'p, endi bu bloklarni borib joyiga joylashtirib kelishimiz kerak. Men bilan olib tashlaymiz. Bizga nima kerak? Bu xalaqit beradi-yu. Undan ko'ra bu donlarni ekib tashlaganimiz yaxshi. Xo'p, endi mamtga joy qilamiz. Xo'p, ana bizda qolmadi o'sha ekishga narsa deganimda, 5 ta narsa bor ekan hali ekishga. Men nima ekamiz? Hamma sunduqlarni olib tashlsam bo'rarganimiz bor. Yomon xalaqit beryapti. Bu sunduqlarni ikkinchi qavatga olib chiqib tashlayman. Hali hammasini, lekin hozir emas. Keyinroq hammasini olib chiqib tashlayman ikkinchi qavatga. Xalaqit beryapti-da bular. Abi, bu yoqda bizda aytgancha 7 ta oltin va yana 3 ta pishmagan oltin, 13 ta boyagi 3 tani qo'shsa 16 ta oltinim bor. Hop, biz oltindan kirka yasagan bo'lar, lekin oltindan kirkaning yomon tarafi temir olmaydi, almaz olmaydi, deshmasam-da, shunaqa. Undan ko'ra temir kirka ishlatgan yaxshi.
Hop, mushu qayerdan kelib qoldi? Mushu boya chiqdi. Spam bo'ladi mushu. Joylashtirganni tezlashtirib yubordim. Shuni o'ziga ham 1 minut ketib qoldi. Bolalar osti tezlashtirmasam u 1 minut videoni ham joyi katta bo'lib ketardi. Mana men oxiri muvaffaqiyatli joylashtirib bo'ldim narsalarni deganimda va yana hamma narsa yoyilib ketyapti. Shunisi yoqmadi menga, shu rang-barang bloklar chiqishi menimcha kech tushdi уже. Ancha bo'pti kech tushganiga men bilmadim. Borib boydan beri yuraman va blokni yo'l qilib. Ha mayli endi biz boramiz, uxlab olsak ham bo'ladi. Xo'p. Va mana biz uyqudan turdik. Ertalab ham bo'ldi. Bizani 7-8 kunlarimiz o'tdi. Va mana kun ham yurishni boshladi. Bolalar, videoni shu joygacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariyaga bitta o'lovchi qoldirib ketinglar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Sal qoldi bolalar tushib ketishimga sizlarga gapirib. Xayr bolalar.